Tarkibida 40% natriy gidroksid bo'lgan eritmaga 0,1 kg suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 10% ga kamaydi. Boshlang'ich eritmaning massasini aniqlang. Berilishini yoza olamiz. Demak, boshlang'ich eritma berilgan ekan. Eritma bo'lgandan keyin tarkibida erigan modda va suv bo'ladi. Erigan modda natriy gidroksid bo'lgan ekan va bu 40% li eritma bo'lgan ekan. Ya'ni erigan modda 40% ekan natriy gidroksid. Va unga suv qo'shilibdi 0,1 kg. 0,1 kg suv bu gramga aylantirsak 1000 ga ko'paytiramiz. 1000 ga ko'paytirsa 100 gram suv degani. Demak 100 gram suv qo'shilibdi va eritma yanada kattalashdi. Suv hisobiga tarkibidagi natriy gidroksid o'sha suv ko'paygan hisobiga demak konsentratsiyasi o'zgaradi. Ya'ni erigan moddadan qo'shilayotganda suvdan qo'shilsa, suvdan qo'shilsa suyuladi, ya'ni konsentratsiyasi kamayadi. 10% ga kamaydi. 40% bo'lgan bo'lsa 10% ga kamaysa 30% bo'lib qoladi. Demak hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasi 30% ekan. Erigan modda natriy gidroksid 30% bo'lib qoldi. Demak, bunda boshlang'ich eritmani massasini topish kerak. Massa eritma 1 so'roq gram. Shuni topish kerak. Endi buni topishdan oldin boshlang'ich eritmani massasini biz x gram deymiz. Massa eritma x gram bo'lgan deymiz va demak bu x gram hamma eritma bo'lsa, u 100% da bo'ladi. Va erigan modda 40%. Bo'lsa, proporsiya orqali topamiz. X ni 40 ga ko'paytirsak 40x bo'ladi va 100 ga bo'lsa 0,4x bo'ladi. 0,4x gram. Bu natriy gidroksid. Demak, shu natriy gidroksid o'zgarayotgani yo'q. Tarkibiga suv qo'shilsa, suv o'zgarishi mumkin. Massasi oshadi suvni, lekin natriy gidroksid o'sha. 0,4x gram ekan topildi proporsiya orqali, foiz orqali va xuddi o'sha, demak 0,4x gram o'sha natriy gidroksid ekan. Va endi hosil bo'lgan eritma, demak mana bu massa eritma 2. Shuni topishimiz kerak. 0,4x 30% da bo'lsa, ya'ni natriy gidroksid. Demak, eritma hammasi 100%. Demak, hosil bo'lgan eritma 0,4x ni proporsiya orqali 100 ga ko'paytirib 30 ga bo'lamiz. Demak, 4x taqsim 3 chiqyapti. Buni 4 3 ga bo'lib o'rsak 1,3 x ga to'g'ri keladi. Demak, bu hosil bo'lgan eritma. Gram. Endi boshlang'ich eritma x gram edi, hosil bo'lgan eritma 1,333 x gram bo'lsa, qo'shilgan suvni topish uchun ayirib olamiz. 1,333x dan x ni ayirib olamiz. Demak, ayirsa 0,333x gram chiqadi. Shu 100 gram. Shu suv. Ya'ni hosil bo'lgan eritma kattaroq, nima hisobiga? Qo'shilayotgan suv hisobiga. Necha gramga kattaroq? 1,333x dan ayiramiz x gramni. Boshlang'ich eritmani 0,333x gram chiqadi. Farqi bu o'sha qo'shilgan suvning massasi. U 100 gram ekan. Endi x topish uchun 100 ni 0,333 ga bo'lamiz. Demak, x topildi. X 300 gram. X bu boshlang'ich eritmani massa eritma 1 ni massasi edi. Masalada ham shuni topishimiz kerak edi. To'g'ri javob B varianti.